Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Roblox Uzbek kanali. Bugun biz Barry'dan qochamiz ikkinchi qismi. Xo'p, yaxshi, biz boshladik. Ikkinchi qismi qana bo'lar ekan? O, yaxshi. Juda qiyin bas, lekin bitta yo'q, sal qoldi. Nimaga? Xo'p, yaxshi, boshqa talavvurni ko'ramiz. Xo'p, o'tib oldik. Xo'p, yaxshi, bittani o'tib oldik. Xo'p. Yo'q, tushib qoldim vallahi. Mayli, boshqa talab o'tamiz. Yo'q. Juda qiyin bo'lsa, qiynalyapman. Yo'q. Hop. Yo'q, qanday qilib? Sakradim. Hop. Hop, o'tib oldik. Bu yerda nima qilyapti? Uy. Hop. 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 Minalar. Bu yerda yoramiz. Hop. Barriga yetib keldi. Bitta hech qanaqa unaqa narsalar yo'q ekan. Tezroq. U baqaloqligidan menga yetolmasa kerak. Hop, sakrab o'tdik. Yaxshi. Hop. Sakraymiz. Hop. Sakraymiz. O'tdik. Bunisidan bittada o'tdik. Hop. Hozir bu yerda nima qilar ekan? Hop, ancha sakrab o'tib ketadi. Ha, yaxshi. Hop. Ha, yaxshi. Kovla. Hop, bitta nima? Ko'prik yo'q ekan, baqa deyapti. Hop, o'tirdik. Nima bo'ldi? Ha, boshqatdan qilamiz. Qanaqadir bug bo'lib qoldi. Hop. Endi o'tyapti, yaxshi. Lava. Ana bak yana takrorlanayotdi, lekin boshqa nima deydi? Takrorlanmadi. Yana o'z holiga qaytib qoldi. Bu ko'prik joy. Hop, u yerdan sakrab o'tamiz. Narvondan chiqamiz. Itarib orar ekan. Hop. Uy. Hop, tushundimi? Hop. Bu yerga tushamiz.
Bu yerda tepadan bosarkan, tepaga qarab. Sal qolsa ketardi. Voy. Hop, bu yerda tosh. Tosh bosarkan bu. Voy, kutganimdek bo'ldi. Bu yo'llari tegib ketsa ham sal qoldi yonib tegib ketishiga. Bu tez kelyapti toshga nisbatan. Shuning uchun bittada o'tmadik. Narvon bu yana bitta baqaloq ritsardan qochadigan joyimiz. Xo'p. Ko'rdi qopqonga tushsak, nima bo'ladi? Kirishimda ham qopqon ekan. Ko'ramiz. Hop. Uy. Yaxshi. Bu yer yopildi. Yo'qol. Hop, yerda nima qilamiz? Hop, sakrab o'tib olish kerak ekan. Hop, sakrab o'tdim. Hop. Ikkinchisiga ham sakrab o'tishga imkoniyatim bor edi, lekin hop, bu yerda nima? Yo'q. O'qimabmiz. Sakrab o'tishimiz kerak ekan. O'tib oldik. Tezroq chiq. Hech kim hali rekord qo'ymagan ekan, biz mancha yangilaymiz. Bu yerda endi balanddan o'tadigan ekan. Bu tez yuruvchisi bas ekan. Hop. O'tdik, lazerlar. Sal qoldi mancha tegib ketishimga. Hop, o'tdik. U yer lazer. Lazerga tegib ketmasam bo'ldi. Sakradik, sal qolsa tegardim. Hop, o'tdik. Hop. Yaxshi o'tdik. Xuddi ananga o'xshab kiyikrivordi. Mana o'tgan safar bu yer yopiq edi, endi bu safar bu yer yopiq ekan. Hop, olamiz tezroq, davay. Minalar. Hop. Endi mancha ustidan bas. Hop. Qani? Qo'yamiz. Hop, yaxshi o'tib oldik. Bu yerda lazer bor ekan. Hop. Yaxshi o'tib oldik bu yerdan ham. Bitta nima? Hop. Zanglagan mancha tushib ketsa kerak. Aytganimdek bo'ldi, faqat shoshilib qoldim. Tezroq o'tishga harakat qilamiz. Hop. Bu yerda ham shunaqa zanglagan temirlar sal qoldi. Hop. Ye. Nimaga? Mayli. Hop. O'tib oldik. Bitti. Hech qanaqa tutun purkaydigan narsalar yo'q ekan. Faqat o'sha zanglagan temirlardan o'tamiz ekan. Mina. Hop. Ay. Tepaga chiqamiz boshqatdan yana. Hop. Tushib ketdi hammasi. Hop. Ehtiyot bo'lish kerak. Hop, o'tib oldik. Tagida mina ekan, sakrab o'tib olamiz. Hop, o'tib oldik. Tezroq. Hop, bu yerda qanaqa bo'lsa shunaqa, hech qanaqa lazerlar ham yo'q.
tushib ketib qoldim. Mayli, boshidan urinib ko'ramiz. Hop, bu yoqqa. Hop, sal qoldi tushib ketishimga. Endi bittaligi. O'tib oldik deganimda bolla oxirida tushib ketib qoldik. Mayli, birinchi, ikkinchisi bo'lmasa, uchinchisi albatta bo'ladi, xudo xohlasa. Hop. Yaxshi o'tib oldik. Hop, bu yerda nima? Bu yerda bittada sakrab o'tib olish kerak edi, lekin bu safar lazerlarga tegib ketmaslik kerak. Hop. Sal qolsa tegib ketardim. Hop, chiqib olish kerak. Sal pal qoldi. Hop. Birinchi sakrab keyin chiqamiz. Bo'l. Tushamiz. Va bu yerda mana baqaloq. Mana o'sha joy. Tezroq. Endi bu oshpazi, baqaloq oshpazi. Tezroq olish kerak. Mani tezroq qilish uchun uchirib yubordim. Kel. Nasıl yapsın? Eshik ochildi tezroq. 11 minut o'tibdi. Tezroq. Hop. Bu yerda ham hech narsa yo'q. Hop. Hop. Tezroq. Men birinchi o'rin bo'lay. O'tdik. Hop, ochamiz bu yerdan. Bu yerda ko'p lazerlar ekan. Hop, mana shu yoqdan o'tamiz menimcha. Hop, mana. Yo'q, sal qoldi, sal pal. Hozir mo'ljallaymiz. Hop, mana shu yoqdan o'tamiz. Endi bu yoqdan o'tamiz. Hop, endi bu yoqdan o'tamiz. Hop, o'tib oldik. Birinchi urinishda bo'lmasa ham ikkinchi urinishda. Hop, bitta nima? Bitta. Hop, tepaga chiqyapti. Ana u narsalar. Hop, life hack qilib. Shunaqa qilib, hop. Bu yoqqa qo'yib. Yana olamiz, sal qoldi tushib ketishimga. Hop. To'g'riroq qo'yish kerak. Hop, qayergadir sakrab o'tamiz va ozgina qoldi, mana qo'llariga otishimiz kerak. Bo'l. Hop. Bitta qo'li. Hop. Ketyapmiz. Bu nimaga bu yerda turibdi? Ha. Bo'lsa ham bo'l. Bam. Hop. Men aytgan narsani ishlatinglar mana. Unetdan narvon qo'yib o'tish kerak. Bekki esa biz mashina qo'yib qo'ya qolamiz. Hop. Sal qoldi. Minaga tegib ketishimga tegib ham ketdi. Hop, tezroq. Chiq endi. Bu yoqdan chiqamiz. Hop. Meniga tegib ketmaslik kerak. Yo'q, tushib ketib qoldim. Mayli, boshqatdan harakat qilamiz. Yana tushib ketib qoldim. Sal bu yoqdan. Hop. Sekin.
Sal qoldi. Bo'l. Davay. Yutdik, bolalar. Videoni shu joyida tugatamiz. 14 minut 36 daqiqada o'tdi. Mani chaqirib qolishdi, bo'pti. Xayr.